Farishtalar Alloh azza va jallaga isyon qilmaydigan, nurdan yaralgan Alloh taoloning mahluqotlari. İnsanlar nafas olishdan charchamaganlaridek, farishtalar ham Alloh taologa toat ibodat qilishidan charchashmaydi. Ularning orasida erkaklik va ayollik degan sifatlar yo'q. Ular yemaydi, ichmaydi, uxlamaydi, gunoh qilmaydi va turli shakllarga kirishlik salohiyatiga ega. Ular mana shu imtiyozlardan tashqari ko'plab fazilatlar bilan hurmatlangan hurmatli zotlar bo'ladi. Demak, farishtalarning borligiga iymon keltirishimiz siz bilan bizdan qat'iy talab qilingan amal. Ana shu iymonning 7 ta shartidan 6 tasiga ishonib turib, bittasiga ishonmasangiz, iymonsiz bo'lasiz. Men hammasiga ishonaman, farishtalarni ko'rmaganman. Kim ko'ribdi desa, bu odam kofir bo'ladi. Shubhasiz ishonishligimiz kerak bo'ladi.